Demak, Allohni eslamoqlik, Allohni zikr qilmoqlik. Eng yaxshi zikr, sizlarga men bugun bir taklif Rasulimiz alayhisolatu vassalamda aytmoqchiman. Eng zo'r zikr haqida gaplashmoqchiman. Zikrlar ko'p. Zikr duolari ko'p. Tasbihlar, subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar. Lekin eng go'zali bir kalima borki, bu la ilaha illallohdir. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu aytadilar. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illalloh dakhala al-jannah." Ravohi Abu Dawud. Imom Abu Dawud rivoyat qilgan ushbu hadisda payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytayaptilarki, kimni eng oxirgi so'zi la ilaha illalloh bo'lsa, u jannatga kiradi deyaptilar. Eng oxirgi so'zi la ilaha illalloh bo'lsa, keksalarimiz, ustozlarimiz duo qilganda aytar ekan, Robbim ketar vaqtida la ilaha illalloh kalimasi bilan ketishni nasib qilgin deb.